Uzoq kun yer haydab ishlagandan so'ng, ho'kiz molxonaga qaytib, dam olish uchun yotdi. Uning yonida mushuk o'tirardi va ho'kiz unga dedi: "Bugun juda charchadim. Ertaga faqat dam olmoqchiman." Mushuk borib itga aytdi. Xo'jayin ho'kizga juda bosim qilmoqda, u endi ishlashni xohlamayapti. Birozdan keyin it qo'yni ko'rib qoldi va unga shunday dedi: "Ho'kiz ehtimol ertaga ishni tashlashi mumkin, chunki u juda charchabdi." Qo'y bu gapni cho'chqaga yetkazdi. Ho'kiz ertadan boshlab endi ishlamas ekan. O'sha kuni kechqurun cho'chqa xizmatkorga dedi: "Ho'kiz ertaga ishni tashlab ketmoqchi ekan." Xizmatkor darhol xo'jayinga borib, ho'kiz qo'zg'olon ko'tarmoqchi va boshqa hayvonlar bilan birga ketmoqchi, deb aytdi. Buni eshitgan xo'jayin darhol ho'kizdan qutulishga qaror qildi. Ho'kiz hech qanday yomon ish qilmagan bo'lsa ham, uni o'ldirishdi. Shuning uchun eshitgan har bir gapga ishonish kerak emas.